Do'stlar, assalomu alaykum. Bugungi videoda AQShning ish joylari haqida gapirib o'tamiz. Bu AQShga kelganingizda shu birinchi bosqichdagi ish joylari desak bo'ladi. Aynan shu ish joylardan endi Amerikaga kelgan mehnat muhojirlar o'z ishini boshlashmoqda. Bu ish joylarda, bu sohalarda ish har doim bor va sizning ingliz tilini bilishingizga, hujjatlaringizga talablar kuchli emas desak bo'ladi. Aynan shunday birinchi bosqich kasblar haqida bugun gapirib o'tamiz. Men bu 10 ta kasbni sizlarga bir maxsus tartibda taqdim etaman. Eng ko'p oylikli va eng ko'p pul topadigan kasbdan boshlab eng kam pul topadigan kasbgacha. Birinchi o'rinda bu odatdagi dostavka. Bu kasb AQShda eng tez pul topadigan ish joyi desak bo'ladi. Ishlash uchun sizda telefon bo'lishi kerak, avtomobil bo'lishi kerak yoki katta shaharlarda velosiped yoki shu elektr samokat bo'ladi. Platformalar orqali registratsiyadan o'tishga 2-3 kun ketadi va bundan keyin bu platformada sizga zakazlar tushish boshlaydi. AQShda bu DoorDash, Instacart, Amazon Flex va yana bir nechta bor dostavka xizmatlari. Har bir olib borib bergan dostavkangizga sizning shaxsiy raqamingizga shu kun o'zida pul tushadi. Bu kasb orqali pul topishingiz sizning shaharingizga, turar joyingizga tegishli. Katta shaharlarda, masalan, Nyu-Yorklarda 4-5 ming dollar topishingiz hech gap emas. Ikkinchi kasb bu shu Uber yoki Lyftda ishlash. Bu xuddi Rossiya, O'zbekistonda Yandexga o'xshagan tizimlar. Bu yerda ishlamoqchi bo'lsangiz, sizda AQShning pravolari bo'lishi kerak va bir maxsus ro'yxatda belgilangan mashinangiz bo'lishi kerak. Bu tizimga ulanish uchun 3 kundan 7 kungacha sizni tekshirishadi. Agarda siz Nyu-Yorkda bo'lsangiz, sizga maxsus litsenziya ham kerak bo'ladi. Boshqa shaharlarda esa litsenziya kerak emas. Tizimdan registratsiyadan o'tganingizdan keyin siz shu zahot zakazlarni olishni boshlaysiz. Pul topish masalasida bu shaharingizga tegishli, shu Los Angeles, Miami, Las Vegas bo'lgan katta turistlar ko'p bo'lgan joyda ishlasangiz, oylik daromadingiz 10 ming dollargacha bo'lishi mumkin. Uchinchi kasb bu Amazon skladlarida ishlash. Xuddi Rossiyadagi katta Ozon Wildberrieslarga o'xshagan AQShda Amazon skladlari bor. Amazonning bir maxsus tizimi bor, Welcome Door deyiladi. Aynan shu Welcome Door orqali qochqinlar va bez dokument qolib ketgan mehnat muhojirlar shu skladlarda ish topishlari mumkin. Amazonning skladiga ishga kirib olsangiz, birinchi kundan boshlab sizga meditsinskiy strafovkalar ham taqdim etiladi. AQShda shu tibbiy sug'urtaga ega bo'lish bu juda ham muhim. Bundan tashqari, Amazon sizning shu yangi kasblarga ega bo'lish uchun o'qishlaringizni ham to'lab beradi. Ish vaqtini ham siz o'zingiz tanlashingiz mumkin. Bu yerda har xil smenalar bor. Odatdagi shu 1 soatga Amazonda 23 dollar to'lashadi. Eslatib o'taman, aynan shu Amazon shtatlarida ko'plab shu SNGdan kelgan Rossiya, Ukraina, O'rta Osiyolik migrantlar AQShda o'z faoliyatini, ishini boshlashadi. Keyingi soha, keyingi kasb bu stroyitel, aynan qurilish maydonlarida ishlash. AQShning qurilish maydonlarida ham har doim ish joylari bor. Rasmiy ma'lumot bo'yicha AQShda bugungi kunda 800 mingtaga yaqin quruvchilar yetishmaydi. Birinchi bosqichda eng kerak bo'lganlar bu krovelshiklar, rufer deyiladi. Malyarlar, ularni painter deyishadi. Raznorobochiylar, ularni general laborer deyiladi. Va plitishniklar, tile setter deyiladi. Bu ish joyida ingliz tilini bilishga talablar umuman yo'q. Yoningizda shu brigadir sal-pal tushunadigan bo'lsa, u o'zi o'z o'rnida sizga hamma kerak bo'lgan ma'lumotlarni yetkazib beradi. AQShning har bir shaharida Day Laborers Center bor. Aynan shu Day Laborers Centerlar orqali siz qurilish maydonlarida ish topishingiz juda ham oson bo'ladi. Qurilish sohasida boshlanishda siz 2000 dan 3000 dollargacha topishingiz mumkin. Shunday qilib 2-3 yil AQShning qurilish maydonlarida ishlab tajribalarga ega bo'lganingizdan keyin hech gap emas, o'zingiz brigadir bo'lib, bitta brigadani yig'ib yilga 100 ming dollardan ko'p topishingiz mumkin. Keyingi soha bu cleaning, to есть уборка. AQShda juda ham ko'p shu uylar, ofislar bor. Ularni kimdir tozalash kerak. Va aynan shu uchun bu sohalarda har doim juda ham ko'p ish joylari bor. Agarda siz уборкада ishlamoqchi bo'lsangiz, siz birinchi bosqichda shu TaskRabbit yoki Thumbtack degan, bundan tashqari Home Advisor degan ilovalar orqali registratsiyadan o'tishingiz kerak. Bu yerda sizga zakazchilar primoy zakazlarni yuklashadi. Birinchi bosqichda уборкаga chiqqanlar uchun 1 soatda 25 dollardan 50 dollargacha to'lashadi.
Bu sohada ham shu ko'p tadbirkor migrantlar bor. Ular ham qachondir shu kliningda o'zlari uborka qilib ishni boshlashgan, sekin-sekin tajribaga ega bo'lib, bu yerda firmalarni ochib, o'ziga o'xshagan mehnat muhojirlarini ishga olib, hozir shu kliningda tadbirkor bo'lib ketishgan. Eslatib o'taman, hozir shu Kaliforniya, Florida shtatlarida kliningda ishlasangiz, siz oyiga $3000 dan $4000 ishlashingiz mumkin. Keyingi kasb bu grushchik, ingliz tilida mover deyiladi. AQShda odamlar shu boshqa davlatlarga qaraganda juda ham ko'p har xil joylarga ko'chishadi. Statistika bo'yicha har bir Amerika fuqarosi o'z hayoti davomida 6 dan 8 marotibagacha har xil shtatlar, shaharlarga ko'chadi va har bir ko'chganda ular grushchiklarning xizmatlari bilan foydalanishadi. AQShda grushchiklarning oyligi soatiga $20 dan boshlanadi. Bundan tashqari klientlar chivoy ham qoldiradi, bu tips deyiladi ingliz tilida. Shu bilan 1 soat ichida $30-40 ham topish hech gap emas. To'g'ri tushunishingiz uchun shu 1 soat hech kim ishlamaydi, kamida 3-4 soat vaqt ketadi. 3-4 soatga ko'paytirsangiz bu sizning smenada topgan pulingiz bo'ladi. Grushchik bo'lib ishlamoqchi bo'lsangiz, odatdagi shu tilni bilish majbur emas, faqatki siz jismoniy kuchli bo'lishingiz kerak va yosh bo'lishingiz kerak. Chunki bu kasbda ko'p og'ir jismoniy ishlarni qilish kerak bo'ladi. Keyingi kasb bu landshaftniy rabochiy deyiladi. Bu rus tilida sadovnik deyiladi. AQShda shaxsiy uylar juda ham ko'p va ularning atrofida gazonlar va o'simliklarga alohida bir uhud kerak. Agar o'z vaqtida shu mahalliy aholi shu gazonlarga qaramasa, o'tlar o'sib ketsa, ularga davlat tomonidan shtraflar qo'yiladi. Bu yerda bu HOA deyiladi. Bu Home Owners Association bizning mahallalarga o'xshagan bir tizim. Shuning uchun har bir uyga ega bo'lgan Amerika fuqarosi o'z uyini yonida bo'lgan o'smalar va gazonlarga o'z vaqtida qarashi shart. Ko'p holatlarda ular shunday bir maxsus servislarning xizmati bilan foydalanishadi. Har oy ularga abonentskiy plata to'lanadi va ular har hafta bir marta yoki 2 haftada bir marta kelib, o'tlarni, gazonlarni olib ketadi va uyning atrofini obodonlashtiradi. Bu sohada oyliklar odatdagi uncha baland emas, $18-20 atrofida shu 1 soat xizmatingiz uchun. Keyingi kasb bu gornichniy в отеле deyiladi, housekeeper. Shu gostinitsalarda nomerlarni tozalaydigan va shu nomerlarni nazorat qiladigan xodimlar. Bu kasb mening fikrim bo'yicha ayollarga ma'qul bo'ladi shu birinchi bosqichda. Siz yashaydigan shaharingizda masalan gostinitsalar, otellar bor bo'lsa, ularga murojaat qilsangiz, baland ehtimol bilan sizni shu zahot ishga olishadi. Chunki shu housekeeperlar, uborchisalar AQShda har doim yetishmaydi. Bu kasbdan 6 oydan 12 oygacha ishlaganingizdan keyin siz supervisor, bu degani shu xodimlarni nazorat qiladigan xodimiga ishingiz bo'yicha ko'tarilishingiz mumkin. Supervisorlarning yillik oyligi esa $39,000 dan $45,000 bo'ladi. Keyingi kasb bu shu ishlab chiqarish sohasida zavodlarda ishchi. Bugungi kunda AQShni shu ishlab chiqarish fabrikalar, zavodlarida oyliklar 1 soatga $17 dan boshlanadi. Siz bir smenada $136 oylik olishingiz mumkin. Bunday joylarda ishlashning yana bir katta plusi bu siz tibbiy sug'urtaga ega bo'lasiz. Bunday ish joylari eng ko'p shu Michigan, Ohio, Pensilvaniya va Indiana va Texas shtatlarida taqdim etilgan. Agarda siz ham bunday zavodlarda ishlamoqchi bo'lsangiz, AQShda shu Manpower, Adecco yoki Kelly Service degan idoralarga murojaat qilishingiz mumkin. Aynan shu idoralar orqali AQShning katta zavodlari xodimlarni qidirishmoqda. Va nihoyat 10-kasb bu posudomoyka, dishwasher. AQShda juda ham ko'p restoran, kafelar bor. Mahalliy aholi shu restoran, kafelarda ovqatlanishni juda ham yaxshi ko'rishadi. Yoningizda bo'lgan shu restoran, kafelarga borsangiz, siz 100% shu posuda yuvishga xodim deb qabul qilinasiz. Ingliz tilini bilishingiz kerak emas. Hujjatlaringizga ham uncha qarashmaydi. Oyligingiz shu 1 soatda $15 dan boshlanadi. Lekin restoranda ishlashning yana bir katta plusi bor. Siz hech qachon och qolmaysiz. Do'stlar, niyat qilamanki bu ma'lumotlar sizlarga foydali bo'ldi. Agarda siz ham yaqin vaqtda AQShga ko'chmoqchi bo'lsangiz yoki AQShga ko'chib bo'lgan bo'lsangiz, kommentariyada albatta yozinglar. Meni qayerdan kuzatyapsizlar va nima mavzu haqida video olish haqida ham o'z fikringizni qoldiringlar. Ko'rganingiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, hurmatli vatandoshlar.